Shafqatsizlik qurboni. Ayol farzandi dunyoga kelishi uchun amaliyot xonasiga kirib ketdi. Bola tug'ildi, ona hayotdan ko'z yumdi. Ayolidan ayrilib farzandi onasiz qolganidan ota qattiq xafa bo'ldi. Chaqaloqni o'zi parvarishlay olmasligini bilib xolasiga berdi. O'zi 7 oydan keyin uylandi. Yangi ayolidan ketma-ket 2ta o'g'il va qiz farzandlar ko'rdi. Oradan 3 yil o'tib ota xolasiga bergan o'g'lini birga yashash uchun olib keldi. O'gay ona o'z bolalariga yaxshi qarardi. Yetim bolachaga ahamiyat bermas, rahm qilmas, qo'rs jirkib turtib gapirar, ovqat bersa o'ziga alohida berar, dasturxonda birga o'tirishga qo'ymasdi. Bir kuni kechki taomga ayol o'z oilasini mehmonga chaqirdi. Dasturxonda turli yeguliklar, shirinliklar bor edi. Bolakay nimadir olish uchun qo'lini cho'zganda, o'gay onasi ko'rib qolib qo'liga urdi. Urishib, likopchada ozgina guruch berib balkonga chiqardi. Shu yerda o'tirib, ye, qimirlama, hamma ketguncha ovozingni ham chiqarma, asabimga tegma, mehmonlarim yonida meni sharmanda qilma dedi. Bolakay ichkariga kirsa, o'gay onasi urishidan qo'rqib o'sha yerda o'tirdi, uxlab qoldi. Mehmonlar ketishdi. Ayol o'z farzandlarini xonalariga uxlatish uchun olib kirib ketdi. Eri kech bo'lganda ishdan keldi, bolalarini so'radi. Ayol hammasi uxlab yotishibdi dedi. Ayol uni balkonga chiqarib yuborganini unutdi. Taomlanib bo'lgan ota uxladi. Tushida birinchi ayolini ko'rdi. U o'g'lingizdan xabar oling dedi. Uyg'onib ketib ayolidan so'radi. Ayol aytdim-ku sizga, uxlab yotibdi dedi. Ishonib yana uyquga ketdi. Ayoli yana tushiga kirib, o'g'lingizdan xabar oling dedi. Cho'chib uyg'ondi. Ayolidan yana so'radi. Ayolning jahli chiqib, "Of, buncha vahima qilmasangiz. Aytdim-ku, uxlayapti. Ja erkalatib yuborgansiz-da, shu o'g'lingizni" dedi. Kishi yana uxladi. Birinchi ayol yana tushiga kirdi va "Bo'ldi, o'g'lim jigarbandim mening yonimga keldi" dedi. Sapchib uyg'onib o'g'lining xonasiga kirdi. U yo'q edi. Boshqa xonalarga qarab chiqdi. U hech qayerda yo'q edi. Balkon eshigini ochib qaradi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, o'g'ilchasi g'ujonak bo'lib yotar, isinish uchun boshini tizzalari orasiga olgancha qotib qolgan edi. "O'g'lim, senga nima bo'ldi? Ko'zingni ochsang-chi bolaginam." Otaning ko'zlaridan shashqator yoshlar oqardi. "Jon o'g'lim, meni qo'rqitma, iltimos, ko'zlaringni och." Bolaning muzdek badanidan joni chiqqanini tushungan ota dod solib yig'lab yubordi. "O'g'lim, kechir meni o'g'lim, g'aflatda qolgan otangni kechir." Go'dakning joni uzilgandi. U sovuqqa bardosh bera olmagandi. Yonidagi likopchada ozginasi yeyilgan guruch turardi. U endi jabr ko'rmaydigan, yig'lamaydigan zolimlar yo'q diyorga ketgandi. Ibrat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kim odamlarga rahm qilmasa, Alloh unga ham rahm qilmaydi deganlar. Musulmon ota-ona va bolalar bir-birlariga rahm shafqat ko'rsatish orqali Alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'ladilar. Xoh o'zingiz, xoh birovning farzandi bo'lsin, ular haqida Allohdan qo'rqing. Alloh hammasini ko'rib turibdi. Farishtalar yozib boryapti va qiyomat kuni hammasi uchun javob berasiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat aziz birodarlar. Muallif Ilhom Qahhorov.